Keyingi savol, endi boshlayotgan tadbirkor uchun nima eng muhim hisoblanadi? Ya'ni aytganimdek, tadbirkorlik menimcha bu modniy so'z, lekin menimcha tadbirkorlik bir narsani tushunish kerak. Bu moliyaviy savodxonlik. Eng birinchi boshlayotgan odam uchun moliyaviy savodxonlik. Ko'plar, faqat O'zbekistonda emas, Rossiyada ham moliyaviy savodxonlik unaqa katta emas, finansiviy gрамотность. Shuning uchun boshidan rosa ko'p xatolar qiladi. Chunki men ham shunaqa xatolar qilganman-da. Misol uchun aytaylikki, mana oddiy bitta primer shu tushunish uchun, mana aytaylik, qanaqadir ham sizda qanaqadir ham помещение borda, birinchi etajda, siz u yoqda tam magazin qildingiz. Kiyim sotadigan yoki produktoviymi, qanaqadir ham qiladigan-da, sentrda 100 kvadratniy metr. Bu agar arendaga bersangiz $2000 turardi, misol uchun arendada. Siz misol uchun bilmadim $15000lik savdo qilyapsiz. O'zingiz ishchilaringiz bor, oylik to'laysiz, anaqa sotib olasiz, oxirida $1500 chiqadi sizga. Foyda, чистый foyda chiqadi bir oyda. Shu narsani aytganingizda men so'rayman-da, sen $15000 qilar ekansan, barot arendang necha pul turadi deb so'rayman-da. Ular aytishadi, arendaga nima to'layman, помещение meniki-ku deydi. Bizneslar aralashtirishadi. Da, bizneslar aralashtirishadi. Mana shu moliyaviy savodxonlikda tushunishlikka, siz mana agar ikkita biznesingiz bor deysiz, mana arendaga beradigan biznesingiz bor, $2000 turadigan 100 kvadratniy metr produktov magaziningiz bor. Shu $15000 оборот qiladigan. Agar siz просто produktovini yopib 2000 ga bersangiz, siz ko'proq pul topasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz u yoqda upravляющий bo'lib ishlasangiz ham, скорее всего, o'zingizga pul bermaysiz. Ya'ni oylik to'lamaysiz. Bunaqa upravляющий, bilmadim, $500 mi, $600 mi, $1000 mi topish kerak. Uni ham to'lamaysiz. Ya'ni bu degani, agar даже $500 ham bo'ladigan bo'lsa, $2500 xarajatni qilmagansiz, siz $1500 foyda topmaysiz, $1000 zarar topasiz. Bu oddiy misol. Bu narsa именно boshlaydigan tadbirkorlar uchun kerak. Unit ekonomika degan narsalarni o'rganish kerak. Bu narsalarni bilmadim, YouTubedan bemalol tekinga o'rganib, bunaqa qilsa bo'ladi. Bu menimcha eng global narsalardan bo'lsa kerak, eng muhim narsalardan.